Bir ayol diyeta qilaman deb o'lib qolishiga sal qolgan. Bir kechani o'zida reamatsionga tushib qolgan holatni hozir sizga asoslab beraman. Bu olma sirkasi sabab. Qo'limda ikkita olma sirkasi turibdi. Buni birinchisi tabiiy, ikkinchisi esa sanoat sirkasi hisoblanadi. Juda ham ko'p diyetologlar aynan ozish yo'lida olma sirkasini ichishni tavsiya qilishadi, lekin uni to'g'ri tanlashni o'rgatishmaydi. Bugun men shu ayolning holatiga tushmasligingiz uchun tabiiy olma sirkasi bilan sanoat sirkasini farqlarini asoslab beraman. Tabiiy olma sirkasi oddiy olmalarni achitib tabiiy yo'l bilan olinadigan sirka hisoblanadi va buni siz umuman tanaga foyda bo'lishi uchun ovqatlanishdan 20-30 daqiqa bir kunda 1-2 mahal oddiy suvga aralashtirib iste'mol qilsangiz bo'ladi. Sanoat sirkalari ko'pincha shirinliklar, ovqatlar va konserva mahsulotlariga qo'shiladigan bu sirkani umuman ichish tavsiya qilinmaydi. Chunki